Assalomu alaykum. Endi esa Tursuno Sodiqovaning Murabbiy kim kitobidan parcha. Bola shirin dushman. Bola o'zidan kattalarni kuzatib, ularga taqlid qilib, xitmirlik bilan izlaridan tushib, yaxshi-yomon tomonlarini o'g'irlab, o'ziga yuqtirib oladi. Siz yosh yigit yoki qizga qarab, uning oilasi, mahallasi-yu qishlog'i, ustozi-yu murabbiysining qandayligiga baho berasiz. O'zimiz qolganda shoshilsak ham, bola bor joyda xuddi imtihon topshirayotgandek ziyrak va hushyor turishimiz shart. Bola shirin dushman deganlari haqqi rost. Sen kamchiliklaringni yashirib, aqling ko'paygach, ularni bartaraf qilishga urinib yashaysan. Hatto allaqachon ayb ishlaringni to'g'rilab yuborgandirsan. U esa senda ko'rgan o'sha xatoni bir kuni takrorlaydi va elning o'rtasida sharmanda qiladi. Kuydiradigan farzand borki, sifatsiz ota-ona va sifatsiz murabbiyning mahsulidir.